foyda bo'lsin, mayli obunachilarimiz uchun bo'lsin. Bundan 11 yil oldin 2014-yil birinchi ustozimdan shunaqangi zo'r krem retseptini o'rgangan edim. O'sha vaqtlar hattoki 100-150 mg idishda kosmetologlar o'sha kremni 100 ming, 150 ming so'mdan sotishardi. Bugun men sizlarga ushbu kremni tep-tekinga bor yo'g'i 7 ming, 8 ming so'm evaziga o'zlaringiz uy sharoitida tayyorlashni o'rgataman. Ushbu barakali chuda kremni tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladi. Demak, xohlagan bolalar sovuni, demak, Детский Mila va Perex vodorod, barcha aptekalarda sotiladigan 3% Perex vodorod hamda 150-200 ml da qaynoq suv, kipitok kerak bo'ladi. Tayyorlanishi esa juda ham oson. Demak, bolalar sovunini qirg'ichning mayin tomonidan mana shunaqa qilib o'tkazib olamiz. 3-4 osh qoshiqda Perex vodorod. Kipitokni oz-ozdan solib, demak, mikser yordamida yaxshilab ko'pirtirib chiqamiz. Bor yo'g'i 5 daqiqa, krem esa tayyor. Kremimiz mana shunaqa ko'pik holatda bo'ladi, barcha qumoq-qumoqlari erib ketadi. Bemalol xolodilnikda 1 hafta 10 kungacha saqlash mumkin. Ushbu kremni har kuni kechki paytda kistichkalar yoki qo'l yordamida surib chiqasiz. Agarda yuzingiz quruqlashib qolsa, bemalol pantenol yoki bepanten kremlarini surishingiz mumkin. Ushbu krem demak qanday natijalar ko'rsatadi? Nimalarga foyda? Birinchi navbatda yuzni teksturasini yaxshilaydi, yuzni oqartiradi, mayda ko'z atrofidagi bo'lgan ajinlarni yoyib beradi, yuzga demak elastikligini oshiradi, lifting holatiga keltiradi, mayda-mayda poralarni tortib beradi va yoshartirib berish xususiyatiga ega. Hech qanday allergiya chaqirmaydi, bemalol hamma ishlatishi mumkin. Bundanda qiziqarli va foydaliroq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'ying.